Estaizu billah. Ya bani Adem, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa zalika khayr, zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Alloh subhanahu va taolo A'rof surasida shunday dedi. Ey odam bolalari, biz sizlarga avratlaringizni berkitadigan libosni ham, yasan tuson libosini ham tushirdik. Hammasidan yaxshiroq libos taqvo libosidir. Bu Allohning fazl va marhamatiga dalolat qiluvchi oyatlardandir. Shoyat eslatma, pand nasihat olsalar. Alloh taolo avratinglarni yopadigan va zinat bo'lgan libosni tushirdi. Demak, kiyimning birinchi ko'rinishi bu avratni yopishligi, ikkinchisi zinat. Va Alloh taolo bu yerda libosning uchinchi turini ham aytayapti. Taqvo libosi. Qarang. Mana bu kiyimlarimiz, kiyim degan libosimiz badanimizdagi avratni to'ssa, badanimizdagi nuqsonlarni to'ssa, ayblarimizni berkitsa, taqvo libosi qalbimizdagi nuqson kamchiliklarni to'sar ekan. Demak, ikkala libos bo'lishi kerak. Islomiy libosni kiyib olib turib, xulqi umuman musulmonga to'g'ri kelmaydigan, pelda qiluvdi qilib yurgan yigitlar, qizlarni ko'rgan paytimizda kiyim kiyib olish narsa emas ekan. Kiyimni kiyib olar ekan hammasi ham. Oqi ham kiyib olar ekan, ko'ki ham kiyib olar ekan. Muhimi nima ekan? Qalb libosi, qalb taqvosi. Bu o'rindagi libosning ma'nosi taraqqiyot, madaniyat va yuksaklikning alomati. Yalang'ochlik esa halollikning alomati. Bizchi qanaqa kiyinishlikni kimga o'rgatyapmiz? Bilasizlarmi? O'zini musulmonman degan, kitob va sunnat bo'yicha yashayman degan, Muhammad alayhisolamning ummatiman deganlarga aytyapmiz xolos. Ammo hamma o'lchovni g'arbdan oladigan, yaxshi yomonda hammasi o'sha g'arbdagisi to'g'ri deydigan, g'arb tomonga antennasi burilib qolganlarga aytayotganimiz yo'q. Tushunarlimi? Biz bu gaplarimiz kiyim haqidagi gaplarimiz. Faqatgina musulmon, dinim bilan yashayman deydigan musulmonlar uchun, qolganlar xohlaganini qilsin. La ikroha fi din, dinda majburlash yo'q. Biz musulmon yigitlarga, musulmon qizlarga aytyapmiz bu so'zlarni. Qolganlar xohlagan ishini qilaversin. Ana shu madaniyat deb orqasidan yetib ketyapti. Ana shu madaniyatni tarqatayotgan g'arb odamlari nima bo'layotganligini o'qisin. Ichida nima bo'lib ketyapti bular? Al-haya va shu'batun minal iman dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqan alayh bo'lgan hadisda. Hayo iymonning bir shoxchasidir yoki shoxobchasidir. Hayo yo'qmi? Demak, iymonda nuqson bor. Hayo bormi? Demak, bu odamda iymon bor. Chunki iymon bilan hayo birodarlar, bu bir-biridan ajralmaydigan ikkita sifat. Biz birodarlar kattalarni hurmat qilishi haqida suhbat qilyapmiz. Hayoni talabidan kattalarni hurmat qilish. Beti yo'q ekan, men bolam deysiz. Avtobusga chiqsangiz, javob bermay o'tiribdi-da. Ha desa, men ham pul to'layapman deydi. Demak, hayosi yo'q ekan bu odamda. Buni mana belgisi ota-onasini tarbiya bermaganligini, ota-onaning o'zini hayosi yo'qligini belgisi. Samur ibn Jundub roziyallohu anhu dan u kishi aytadi: "Laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam g'ulaman, fa kuntu ahfazu anhu, fama yamna'uni min al-qawl illa anna hahuna rijalan hum asannu minni." Bu kishi payg'ambarimiz tirik davrlarida yosh yigit edi. Men Rasulullohdan juda ko'p hadislarni, juda ko'p narsani yodlagan edim, eshitib. Lekin so'ralganda javob berishdan meni nima to'sar edi? Rasulullohning oldida mendan ko'ra yosh kattaroq kishilar turganligi to'sar edi. Katta odamlar turganda gapirgani uyalardim, hayo meni to'sardi deyapti. Qarang, biladi, zehni o'tkir, eshitgan, yodlagan, ammo gapirgani kattalarning oldida uyalardim deydi. Hozir bormi shu sifat? Maslahat beradi hozirlar dadalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari u zotni sollallohu alayhi vasallam cheksiz hurmat qilishar edi. Rasulullohga bo'lgan muhabbatini, hurmatini chegarasi yo'q edi.